Nega Dubay bo'yicha ma'lumotlar bepul emas va nima uchun 200 ming so'm to'lashingiz kerak? Ushbu videoda siz barcha ma'lumotni olasiz. Unda qani boshladik. 200 ming so'm pul bu shunchaki emas. Ya'ni men o'zimni vaqtimni, tajribamni va sizlar kelajakda katta xatolar qilmasligingiz uchun bu professional yondashuv. Ya'ni professional narsalar hech qachon tekin bo'lmaydi. Bitta haqiqatda bepulga olgan maslahat olgan odam hech qachon bu maslahatni qadriga yetmaydi. Agar siz qanchadir qiymat to'laydigan bo'lsangiz, albatta bu maslahatlarda qadriga yetasiz. Chunki bu narsani siz qanchadir mablag' evaziga olyapsiz. Chunki men olgan narsani ham bepulga olmaganman bu tajribani. Men sizga bergan ma'lumotlar sizni ertaga hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Birinchisi, Dubayga kelganingizdan keyin aldov bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yashash joylari, ishlar va qaysi hududda yashash kerak va qaysi hududda yashamash kerak, yoki bo'lmasam qaysi aeroportga tushish kerak yoki qaysi aeroportga biletni olgan o'zi yaxshi. Ya'ni ko'pchilik shu yerda ham xatolar qilyapti. Shularda sizlarda tejamkorlik sifatida bu ma'lumotlarda sizlarda ma'lum bir miqdor evaziga o'rgataman. Shuning uchun do'stlar, agar sizlarga ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, 200 ming so'm kartamga o'tkazadigan bo'lsanglar, albatta sizlarga yordam beraman, maslahatlarimni beraman. Keyin bepulga olingan maslahat hech qachon hayotingizni o'zgartirmaydi. Shu sababli agar Dubayga kelishga qaror qildingizmi, Allohga tavakkal qilib, ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, o'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Ma'lumotlar uchun shu Telegramga o'tishingiz mumkin. Rashid-Uzdastro. Shunga 200 ming so'm tashlaganingizdan keyin men sizga qayta bog'lanaman. Ya'ni buning ichida aytib o'tganimdek, shu Dubayga taalluqli hamma ma'lumotni berib o'taman. Yana qaytarib o'taman. Kelishingiz bilan qaysi aeroport to'g'ri, qaysi rayon siz uchun budjetli va siz uchun to'g'ri va undan keyin qayerlarda aldov bo'ladi, viza masalalari bo'yicha. Undan tashqari siz bu yerda har xil joylarga, qayerlarga borib ish istashingizni ma'lumotini va yaxshigina rezyume qanaqa bo'lishligini shunda o'rgataman. Agar sizga ham shunday ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, bekorga bizda maqol bor, bekorga aytmaydi. Mushuk tekinga optoga chiqmaydi degandek. Endi o'ylanglar, Dubayda men tekinga shu istida optoga chiqishimni xohlasanglar, sizlarga ham javob kelmaydi. Shu sababli agar sizlar hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, nimadir berishinglar kerak. Ya'ni sizlarning holatingizda qanchadir mablag', menda esa tajriba va vaqtim sizlarga ajrataman. O'ylaymanki, hamma bir-birini tushundi. Kelasi videoda bundan ham qiziqarli videolar chiqadi. Mayli, ko'rishguncha xayr.